Assalomu alaykum, Asadullo Arzonchi kanalining qadrli ashaddiy obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan ko'rishganimizga ham bir oydan o'tibdi, ko'rishmaganimizga. Chunki har kuni qo'shqarab kelamiz, 2-3 sotilib ketadi, tugab qoladi. Shuning uchun YouTube, Instagram tarmog'iga joylamayapmiz. Bugun xudo xohlasa shu narsani maqsad qildik. Siz obunachilar uchun bozor narxidan 100 ming yillik emas, kami 300 ming so'mdan arzon qo'ydik qo'shqarlar. Chunki soni ko'p. Soniga endi biz bilasizlar, donasi qo'yilmaydi. Soniga ozroq-ozroqda qo'yib, hammasiga xudo xohlasa narxni yengil qo'yib beramiz. Aka-ukalar, musofirdan ko'ryapsizmi? Kim qayerdan ko'ryapti? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizlar uchun отдельный bonuslari bor. Hojijonalar, sizlardan like, kommentariya kerak. Chin qalbdan qiling, deb duo kerak. Narxni arzon qo'yib berish, bizdan duo qilish, kommentariya, like bosishlardan aka-ukalar. Like bosib turasizlar, arzon qo'chqorlar 2,5 million so'mdan qo'chqor qo'ydik. 2,5 milliondan. Yo'q, 2 million 400 mingdan. Bozor narxida 200 ming arzon bo'lmasa like bosmay qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib turgan hammaga rahmat, sog'lik, salomatlik sizlarga. Batafsil ma'lumot beramiz videolarda. Videoni oxirida ham xudo xolasa inshaalloh bonuslari bor. Assalomu alaykum, Asadullo Arzonchi kanalining qadrli ashaddiy obunachilari, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan ko'rishmaganimizga ham bir oydan o'tdi. Chunki bir oydan beri to'g'risi Instagram, YouTube tarmog'iga joylab ulgura olmayapmiz. Ming bora uzr, bu xatomizga kechirib qo'yasizlar. Lekin aybimizni yuvamiz xudo xolasa. Aybini yuvish uchun nima qilish kerak? Narxini arzon qo'yib, sizlarga xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni beramiz. Bugungi partiyamizga ham ko'rib turibsizlar, qo'zlar mo'l xudo xolasa. 80 ta birinchi partiyasiga qo'chqorlarda aka-ukalar. Bugungi salani aytib o'tishimizdan chiqib qolibdi. Bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 11-may. Qo'zi pishdi xudo xolasa. Bilasizlar, may oyida doim qo'zlar arzonlaydi. Iyun, Qur'on hayitdan keyin xudo xolasa narxlarga endi baribir tan narxiga talab kuchayganligi uchun oz-mozdan narx-navo qo'shilib qoladi. Bu har yil bo'lib kelayotgan narsa. Xudo xolasa aka-ukalar, biz bugungi partiyamizga kam 300 ta qo'chqor sovliqlarini haydaymiz. Endi birinchi partiyasiga soni 80 ta, hammasi xudo xolasa oyoq qo'li uzun-uzun 4 oylikdan o'tgan 5 oylikka yaqin qo'chqorlar. Ko'pini ham qulog'i butun lekin. Qurvonlarga ehsonga bo'lsa, kelasi yilga bu yil qurvonlarga jichcha yoshlik qilib qoladi baribir. Kelasi yilga xudo xolasa qurvonlikka tayyor bo'laveradi. Lekin qo'chqorlarda oyoq qo'li uzun, yosh oylikka nisbatan. Toza hisori, haqiqiy kashtanlardan sariq, qora baxmallardan aka-ukalar. Inshaalloh narx-navosi ham yengil bo'ladi. Uning uchun bitta like tars bo'lib turasizlar. 5 yulduzlardan mana shunaqa oyoq qo'li uzunidan olaman deb qo'chqorda arzonni qidirib yurgan aka-ukalarimizga videoni jo'natib qo'yasizlar aka-ukalar. Xo'p, endi biz obunachilarimizni albatta kutirmaymiz. Bilasizlar, bizda bo'ladigan narxlarni yengil, oson qilib qo'yamiz. Qolganini telefon o'sha ekrandagi nomer, o'zimning nomerim, telefon qilsalaring batafsil ma'lumotini albatta beriladi. Qo'y. Bizni shiorimizni ko'p obunachilarimiz biladi. Qo'y yoqsa pulga bitadi, albatta. Chunki puli yeb ketadigan narsa bu. Qo'y bilan pulga mehr bergan inson qattiq adashadi. Biz kelib ketadigan narsaga ozgina shu 50 ming, nari bir 100 ming so'm foydamizni qo'ysak, bizga shunisi yetadi xolos. Chunki soni ko'pda. Bir kun 300 ta qo'ysasak ham bir dunyo bo'lib ketadi. Hojijonalar, sizlardan bitta chiroyli like tugmachalarini bosib qo'yishdi. Iltimos qilamiz albatta. Narx-navosi inshaalloh albatta yengil bo'ladi, har doimgidek. Endi bu qo'chqorlar to'g'risi endi ochiq oydin gap 3,5 million, 3 million 400 ming internet savdosiga qo'yilyapti-da. Endi bizda doim arzon bo'ladi-ku, chunki Asadullo Arzonchida buni o'zimiz qo'ymaganmiz. Sizlar obunachilardan nima deydi? Sizlarni o'ylab topgan nomda bo'lasizlar, chunki narx-navosi yengilligi uchun biz qo'rqmasdan narxi bilan maqtanaveramiz deb aytamiz doimo. 3 million 400, 3 million 300, 3 million 200 ham yo'q. 4 oylikdan o'tgan qo'chqorlar 3 million 200 ming so'm pastida. Nima deyapti? Bitta ikkitaga 3 million 200 ming so'mdan buni olasizmi, sarig'inimi, buni olasizmi? Liboy oyog'idan tortsa 3 million 200 ming so'mdan. Hammasini oldimdagilar 3 million 100 ming so'mdan uylaringga eson-omon yetib kiradi aka-ukalar. Narx-navosi yengil bo'lsa bitta like tars mana qo'yasizlar. Lekin qo'zlar ham oyoq qo'li uzun, o'ziga yarasha haligi 3,5 lik qo'y bilan bemalol tepishaveradi mana ko'ringlar. To'g'risiga biz telefonlarni o'tkazib videoda ham aytib berdik. Qimmat bir haligi 1,5 dollarlik qo'ydi. Telefon emas. Endi bizni qo'ydi asl holicha telefonni chiqaramiz, kacha situasiya xato kamchiliklarimiz bo'lsa so'zlarimizda kechirib qo'yasizlar aka-ukalar. 3 million 100 ming so'mdan optim narxiga. Qo'lingizga kirganini, ko'zingizga yoqqanini, dedingizga to'g'ri kelgan tanlab oling 3 million 200 ming so'mdan. Mana kashtanlardan ham jidasiroq. Arzonchi doim arzon bo'lsa, like bosishlardan arzon narx-navo qo'yish bizda aka-ukalar. Ikkinchi partiyasiga ham pul yengillardan chiqaramiz. Videoni oxirigacha kuzatib turgan insonga xudo xolasa 2,5 million so'mdan qo'chqorlarimiz seroq. Endi ikkinchi partiyasiga soni 42 ta qo'chqorda xudo xolasa yaxshilardan, oyoq qo'li uzunlardan, yosh oyligini aka-ukalar
4 oylikka desam adashmagan bo'laman, lekin halollik foydadan ustunda ochiq oydin gapirish kerak. 3 oylik plyuskalar orasida 100 kunlikka olinglar, o'shanda menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Voy jonivor, buni qorinni qaranglar, bo'g'oz emasmi bu? Aytgancha qo'chqor bu. Mana aka, ular soni 42 ga o'tkazib bitta. Mana sizlarga atayni o'tirib ko'rsatib, chunki bitta yakka o'tganini ko'rasizlar-da, oyoq qo'li hammasi sog'lom unda xohlasa. Ket, shogirdlar ham maktabga yetib qolganda shuning uchun haydashga ham, to'sishga ham odam kamroq. O'zim haydab, o'zim to'sib yuribman. Bunchalik xo'rligim tutmagan hozirgacha. Xullas aka-ukalar, narx-navosini 3 million 100 ming so'mdan akalarni qo'ydik. Endi bular 1 oylik, 1,5 oylik kamligi uchun bularni yengilroq qo'yamiz narxini. Hamma ichida o'ylab turgan bu qo'chqorlarda endi 3 milliondan bozorda ham bermasa kerak. Endi bab Asadulloh 3 milliondan beradi-da. Chunki arzon-ku deb ko'pchilik o'ylab turgan bo'lishi mumkin. Bitta narsani aytib qo'yaylik oldindan. Bu narxni ko'rib turib, ertaga bozordan bu narxni qidirib olmang. 3 million so'mdan qo'yadi internetga mana uni. 3 million so'mdan ham ber bozorda deb. Bunaqa narxlar bizda bo'ladi xolos. 3 million so'mmi? Yo'q. 2 million 900 ming so'mdan optim narxiga aka-ukalar. 2 million 900 ming so'mdan mana. Noto'g'ri eshitganlaring yo'q. 2 million 900 ming so'mdan optim narxiga tanlab olishgan 3 million so'mdan bitta ikkita tanlab olasizlar. Ichida 10-15 ta saralab olaman desalang, endi ozgina plyus minus bo'ladi baribir. Lekin bir chekkasi haydab olsalang 2 million 900 ming so'mdan kami ham bor. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Narx-navosi yengil bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Hammasi olsangiz kirib boryapti. Endi ichidan tanlab olishgacha deb savol berishingiz mumkin. Tanlab olishga 2 million 600 ming so'm. Chunki bu qo'y bilan bu qo'yning narxi 300 ming 400 ming farqi bor. Shuning uchun 200 ming so'mdan farqi bor. 2 million 600 ming so'mdan ko'zingizga yoqqan, qo'lingizga kirgan, ko'lingizga to'g'ri kelgan, didingizga yoqqan tanlab olib ketaverasiz. Narx-navo arzon bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib turasizlar. Xudo xolasa yangi partiyalarni kelganda joylab turamiz. Endi bizda to'g'risi gap soni ko'pligi uchun ulgura olmayapmiz, xaridorlardan orta olmayapmiz. Telefon qilib lokatsiyasini so'rang, lokatsiyasini beramiz. Kelib ko'rib savdosini qilib, xudo xolasa baraka topadigan qilib narxlar yengil qo'yib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar inshaalloh. Yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishaylik.